Minecraft o'ynab o'tiribsiz, kompyuteringizda yoki telefon. Qishloqlarni o'ldirasiz. Конечно, qishloqlar sizga yoqmaydi. Qishloqlar sabizlarda ikkasini ham o'ldirasiz. Paqa o'tgan joyda. Ajoyib qilib. Va keyingi ishimiz qilingan diamond topasiz, yo zo'rlaysiz bularni. Ammo hangisiz bularni? Ammo hangisi zo'rlash yoqadi? Mana ularni zo'rlaymiz. Va keyingi ishi diamond topamiz. Diamond bro, diamond. Ikkita diamond topamiz. Va keyingi ishimiz esa biza, конечно, Netherga portal ochib Netherga kiramiz. Va A few moments later. Уже Nether qatligini ko'rib bilib olasiz. Va bu buqdan farqi joyi bitta qaraganingizda o'ta bir g'alati joyligini ko'rasiz. Va bizni nimaligini bilish uchun bizga yordamga keladi ChatGPTning ukasi. Masuka, qani ko'ramiz ChatGPTning ukasida qanaqa ma'lumotlar bor ekan. Mana yozamiz. Ya, nas. Nether Nether o'zi bilan o'zing bo'lib ketdi. Mayli. Короче, mayli. Nas nima? Qani ketdi mana. Nether o'zi nima ekan ko'ramiz hozir. Buncha kam ma'lumot. Ko'rdinglarmi? Musor joyligi, detskiy odamlar joyligi shulardan bilsa ham bo'ladi. Buncha kam ma'lumot bu. Endi esa katta ma'lumot beramiz. Yo'q, qani ko'ramiz nima ma'lumotlar bor ekan yana Nether haqida. What? Buncha katta bu. What? What the fuck? Buncha matematika nima qilyapti bu yerda? 4 karniya matematika x y mayli. Shunaqa ko'rdinglar. Endi esa biz blogerlarning fikrini bilib olamiz. Qani Nether o'zi nima? Birovlar aytinglar. Shu qarochi aytganimdek, Nether Minecraft olamidagi bir olam, portal orqali o'tish mumkin. Lavadan iborat issiq joy, qarochi, shu meni fikrim. Xullas, Nether bu pastki olam, ya'ni quyi olam degani. Oddiy olam bu o'rtada joylashgan, End bo'lsa tepada joylashgan, Nether bo'lsa oddiy olamning bedrockning pastida joylashgan hudud hisoblanadi. To'g'ri, o'yin kodida bedrock pastiga tushsa uni qilmaydi, lekin lore, ya'ni dunyo tarixi bo'yicha Nether pastki dunyo hisoblanadi. Nether bu Minecraftning jahannami. Asr menga bilmadim. ChatGPTdan so'rayin deb javob berdi. Cho'zi cringe. Sizlar bilib oldinglar qattiqroq. Yo blogerlardan yoki ChatGPTning ukasidan so'raysizlar. Albatta, keyingi videolarda ko'rishguncha menga podpiska tashlab qo'ying. Bundan sifatli videolar chiqishiga kafolat beraman va keyingi videoda boshqacha jinni rubrik qilamiz. Qani bo'lmasa hammaga xayr, brolar.